Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, hurmatli youtuberlar. Sizlarga mana bu remont bo'layotgan uyimizni obzoriga o'tsak. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar romlar edi, polni rom edi hamma yog'i. Romlarni olib tashlab mana chiroyli Aqua Plus romlarni qo'ydik, o'rnatdik. Mana bu chetlari polni, ichlari polnitsa hammasi pokeydan tashkil topdi, ya'niki sovuq o'tkazmaslik uchun. Mana bu o'zingizlar ko'rib turganingizdek gips kardon bo'ldi. Mana polni, mana 5 ta oyna qo'yildi. Mana bu yerda ham ayvonchamiz bor. Mana bu ayvonchamizni ham chiroyli Aqua Plus romlardan o'rnatdik. Hammasi sanirovkali, ichkariga oftob tushirmaydigan romlar hisoblanadi. Mana uyda endi ichkaridagi obzorlarga o'tadigan bo'lsak, mana ichkarida ham juda o'zgarishlar katta. Mana ichkarini qaranglar, komfort haqiqiy. Ko'chada nima bor, nima yo'qligi hech ko'rinmaydi. Mana bu yerda polni ayvon bo'lardi, taxtadan hammasi mana buzib tashalib, chiroyli qilib mana komfort darajasiga keltirildi. Ya'ni uy chiroyligina uy bo'lib qoldi. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda ham shu SSR paytda qo'yilgan eshik, ya'ni deraza romlar bor edi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, sal kichkinaroq edi. Chetlarini polni buzib olib tashab, hozirgi kunda mana chiroyli qilib yengitdan atkoslarini olib chiqildi. Mana bu yoq xona hech ko'rsatmagan edim. Mana bu yoq xonani ham ko'radigan bo'lsak, bu yoq xona hali milliyligimiz yo'qotmagan, ya'niki tepalari hali o'z holida turibdi. Mana o'z holida turadi. Mabodo devorlariga ishlov berib yuborishimiz mumkin. O'zi chiroyli xona bo'lib qolgan. Lyustra o'rnatib olsak bo'ldi. Mana bu yerga tiyagalar o'rnatamiz, xudo xolisa. Xullas, yevro remontimiz почти bitib qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikni ko'rishinglar.